Ba'zilarning qilqig'i ajoyib bek zot yoqamni tishlab ketimi ba'zi vaqtida. Ma qishimiz kelib bo'lib aka andan başlamam, mandan başlamam deyotgansizlar. Ma bulutda desak, ha deb sodut kelishyapti, qazim ishiltib, deb ketib, birinchi qazini to'laydigandilar. Eli bizdan telefondan to'xtab qoldi ekan, eli bizdan bankkartdan olib bizim bo'lib qoldi ekan sizlarniki. Am mashinadan qazini to'laganda, ayni vaqtda biz sizga endi qazini to'layolmay qolmasin, bu telefonsiz gönji tingji ulab qolmasin deb, canliq tushliq biz narsalarni bo'lib aka mening bu 6 yada bu Jongshoq qildigan yerim 7 yada bir 6 mo chipizim 8 yada bir shimiligim bor deb poni bakat etganmas. Mushunda bulutda şoň inem mandarak mashinadan yakomiz qo'lingizdan azroqni bir berib o'tib ishlayot qayringizdan pulni olib azroqni qarz qilingma keyin qishinib qolmaysiz. Men qarzdiga 3 yil yassingiz qo'psingiz kun shu qarz degan qistab keladi ma bo'lmaydi mava. Sen chataq chiqmaydi olvatcha aka deyotgansizlar. Ming japada qarzni tuz mashina versak 2-yerdan boshlab pulni to'layolmay qoldi ekansizlar. Ham bu nima qilaq? Mening shu bundan barin zada davomli degan gapim canım çıkıp narsalarlar. Ma qarzdiga oldiq sayılib qolib qolsa, bek settirdigan qarz, onun üstüne bämisan şu YouTube oluplan mağazda ätögen dazaş tüsüretli poyez deymiz, aeroplan deymiz. Hiç qanasa chiqanmas, o'tmaslan bo'lib ketsa boshqa gap yo'q. Bu qo'lamda bir 10 ming ko'p pul bor, bunda ishonchlik pakiz bir Civic olib qolsa qarz qilib bersangiz, ayda bir 1200 ko'p, 1300 ko'pgacha, 1500 ko'pning tigida olib qolsa, qijlinib qolmaydim yo'lboshcha, inim ya yo'lboshchan aka degan, ashuna qarindoshimizga bo'lgan bir talba. Manika u bosma mana alayda yani külrang deb qo'ymas. 10. avlod yani 2017'de 4. ayninki Xavxa ben Civic. Maşina ölçende kenge balla. Maşının asasen umum ustkan tuluq joyda. Maşinada eği vaqa suda qalgan, ot qalgan. Fakat unda şoq. Motor korpusine 5000 km ustkan 3 yil berme. Meni bek işenç qılamısınız, apırıp şitirep teşkilçini qilib, yarğandan keyin alasız. Yarımız udul ekep qo'ysiz, deydi bapsiz demeymi juma. Maşinanın içini bir ko'ring ha. Mana ko'ramiz içine. İşte yipek ürünük çıkıdı maniki aslında teyyar çimsep koyduk. Üstüden tatip tonlak, barmakla otalıda bizden davqan, optomatik, berikme xot, kılıçırak utuçu da toktormaz. Hem de hesapta bu yaş balından birden bir heve sok kaldı. Liken polis bek azan çüp gitti hemen Civic'den. Çüştü diyse ama Civic'den çüştü diyse kulda liken başka bir nesne hemen çüştü depin bek oylap gitmeyeme. Muş maşinini qalap durup 2017 hesapta 4. ayının dedim ko azar. Gep qınmay durup 59 ming xalq puluk bir itfaqa aş bağımesma. Mana muşundarak bir nesine heydi velanglar qo'shilib qolsizlar. Nurxon qarindoshimiz mana ağa vaqtida bekmangida anchimiz destesek mashina keyinda qoladi deb oldi ekansizlar. Balkim oldin qatim ko'rgansizlar, ma Qashqar tarafda hesabda bir birodarimiz bunda qizil Civic'dan bir nelik taq peyjum qo'ymagan taqa rasmiyat bitmga avval heydab aliq bir tal cho'zin baka qilib. Uning keyin mashinani to'liq bo'lib yo'lab aqcham qilgan yerlarni ancha-muncha chiqarib qo'ydi, ancha-muncha ko'rdik. Ham bulam emas, har qanday mashina destek mangada aşağı o'xshab bizmik so'qsaq aşma bo'lib yo'lida bizmi tasqalimiz, yerim bo'lib yo'limiz, boshqa gap yo'q. Shunga buni ag'ankamiz bu mashina deganda mushunday mashina cho'ng'uspet derizlarni yechib o'tyapti. Cho'ng'uspet muzikani qo'yib yangi leydep maqsad degan back note shoy ko'rinib ketdilar ko'zimizga. Yerimizda aldirmay o'z sanglamada ajib kim edi bu deb, gerçi bizning mashinamiz ma'noda noche olsun qalab qolamiz. Anda bek yeydivag'ini qalab qalanmaymiz. İşte ko'tib ketgan ekan, azab noche ekan ma demay qolamiz. Shunga apirib shu oyoq so'qib mashina mashinam bo'lib, islim bo'lib qo'yilsizlar. Shunga mashina aldirmay deylar. Cho'ng'uspet mushunday mashina elab toza aqsa desak, bek yarshida qarindoshlarimiz 59 ming ko'plik haydab olamizlar. 10 ming ko'p pulni berib qag'ini qarz qilib qo'yinglar. Ayda men degandek 1300 ko'p, 1400 ko'p taraf to'lab haydaysizlar, eg'i kelmaydi. Bu da ras haydavag'dek mashina ham hozir haydaydigan paytda. Mashinamizning o'ni bizning mush mak shirkatimiz, Pazba shirkatimizning naqlan mashina qarz naq hammasi tamamen bo'ladi.